Oylik to'lovi 5 million so'm bo'lgan Tigo 7 Pro Max avtomobilimizni hozirlarga obzor qilib beraman. Bu avtomobilimizni tan narxi 364 million 900. Siz buni 25 million foyda bilan 339 million 900 ga xarid qilishingiz mumkin. Naqdga, avtokreditga hamda hech qanday foizlarsiz lizing asosida rassrochkaga olishingiz mumkin. Bu avtomobilimizning uzunligi 4,5 metr hamda balandligi 1 metr 84 santimetr. Dvigateli 1.6 turbo motor hamda 186 ot kuchiga ega. Zavodskoy LED fari, yonilg'i sarfi 7,5 litr hamda 92 va undan yuqori benzinlardan foydalanasiz. 18 jumli quyma alyuminiy diska. Bagaj eshigi elektr yurtmasi qo'l yordamisiz ochiladi. Hamda bagajimizning hajmi 475 litr. Orqa sidinalarga yotqizganda esa 1500 litr hajmga ega bo'ladi. Hamda yopishda ham o'zining maxsus tugmasi orqali yopiladi. Panoramalik va pardaga ega manzarali tom. Sportivniy rul hamda rulda o'zida kruz kontrol hamda polosa kontrol ko'rsatib ketadigan tugmalari bor. 12.3 jumli katta sensorli displey, telefon uchun simsiz kodlash tizimi hamda bardachok ichida muzlatgich. Ovoz bilan boshqarish navigatsiyasi ham mavjud. Слушаю вас. Zakroy lyuk. Хорошо. Premium darajadagi Sony audio tizimi +8 ta bor. Ichki salon eko charmdan qoplangan o'rindiqlar. Boshqa avtomobillarda faqat oldi o'rindiqlar isitsa, bizning avtomobilda esa barcha o'rindiqlarda isitish tizimi bor. Undan tashqari rulni isitish, peshona va forsunkani isitish tizimlari ham bor. O'rindiq xotiralarini o'zingizga moslab saqlaganingizdan so'ng, avtomobilga o'tirganingizda bir yo ikkinchi tugmani bossangiz, o'zingizga moslashadi. Ko'proq ma'lumot olish uchun Denov Cherry avtosaloniga tashrif buyuring. Bizning manzilimiz Humo ko'chasi 11-uy 16 etажkan to'g'risida joylashgan. Ish vaqtimiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha. Dam olish kunlarisiz ishlaymiz. Sizni avtosalonimizda kutib qolamiz.